Assalamu alaykum. Girman tili o'rganayotgan do'stlar, yaxshimisizlar? Girman tili o'rganish safaringlar yaxshi ketib boramdi. Bu videoda men sizlarga girman tilida fe'l to'g'riliq qisqacha tushuncha beraman. Tafsilotlariga kirmaymiz. Fe'l deganni girmancha die Verben, ya'ni fe'llar. Endi har qanday bir chet el tilini o'rganishdan burun o'zimizning ana tilimizni cho'qim pishiq bilishimiz kerak. Shu men bu yerda bir necha rasmlar orqali sizlarga Uyg'ur tilimizdagi fe'l to'g'riliq qisqacha bir tushuncha berib o'tay. Ondan keyin girman tilining fe'l tushuntirishga o'taylik. Endi fe'l degan nima? Fe'l deganimiz odam va narsalarning ish harakatini, holatini bildiradigan so'z turkumiga biz fe'l deymiz. Masalan, o'qu, ishla, yoz yoki o'qidi, o'qidim, yozdi, o'qiyotdi deganga o'xshash. Endi fe'llar normalda qanday savollarga javob bo'lib keldi desanglar, nima qildi, nim bo'ldi, nim bo'lyotdi, nima qilindi, nima qilgan, nima qilmoqchi, nima qilsa, nima bo'lsa yoki nima bo'lmasa deganga o'xshash savollarga javob bo'lib keldi. Endi fe'llar intayin muhim. Ma'no jihatdan bo'lsin, turlarining ko'p xilligi jihatdan bo'lsin, ya'ni bu fe'l temasini ishlash xili uzun vaqt oldi. Men planimda az deganda 5 tal video ishlamoqchiman fe'l to'g'riliq. Girman tilidagi fe'l to'g'riliq asosliqi. Endi Uyg'ur tilida fe'llarning turlari desanglar, tüp fe'l va yasalma fe'l deb. Ya'ni ma'nisi jihatdagi tuzilishiga asosan tüp fe'l va yasalma fe'l deymiz. Tüp fe'l degan fe'lning o'zi, ya'ni yiltizi. Hech qanday bir qo'shimcha qo'shilmagan. Mushta qarsanglar ham o'zlab mana men fe'l deb ko'rinadigan, ya'ni. Endi yasalma fe'l degan nima desanglar, boshqa so'z turkumlariga ma'lum bir qo'shimchaning qo'shilishi bilan yasalgan fe'l. Masalan deylik, o'rnak misol qarsanglar ish deganga la qo'shimchasini qo'shsa ishlar fe'l bo'ldi. Asli ish degan ism. Ish degan bilisizlar ism, ammo buniga la qo'shimchasi qo'shilgan keyin ishlar deb fe'lga aylandi. Ya'ni ma'lum bir qo'shimchalarni qo'shish orqali ismlarni fe'lga aylantirdik degan gap. Bu xil fe'llarni biz yasalma fe'l deymiz. Ya'ni yasalgan fe'l, boshqa so'z turkumida yasalgan fe'l. Endi Uyg'ur tilimizga fe'lda bo'lishliq fe'l, bo'lishsiz fe'l deymiz shunaqa. Ya'ni bu ma qo'shimchasi orqali bu bo'lishsiz fe'lni qila olamiz. Ya'ni masalan ma'lum bir ish harakat muayyanlashtirilgan bo'lsa, bo'lishliq fe'l bo'ldi. Agar inkor qilingan bo'lsa, bo'lishsiz fe'l bo'ldi. Ya'ni fe'lning bo'lishsiz shaklini ma qo'shimchasi orqali yasaymiz. Endi yana bir muhim nuqta, Uyg'ur tilimizda zamonlar degan vaqtida Uyg'ur tilida 3 xil zamon bor. O'tgan zaman, hozirgi zaman va keldigan zaman. Tabiiyki bu fe'lning ichiga kirgan siri Uyg'ur tilimizdagi fe'llarning shakllari xil murakkab ekanligini bilalaymiz. Endi zaman temasida hozircha biz o'tgan zaman, hozirgi zaman va keldigan zaman deb 3 xil zaman bor ekan bizning Uyg'ur tilida deb bilib tursanglar bo'ldi. Endi buning buni nimaga asosan ayıraymiz desanglar, shu gap qilayotgan, ish qilayotgan vaqtning o'ziga qarata ayıraymiz. Masalan, hozirdan burun bo'lgan bo'lsa o'tgan zaman, hozirning o'zida bo'lgan bo'lsa hozirgi zaman. Ammo hozirdan keyin bo'lgan bo'lsa kelgusi zaman, keldigan zaman bo'ldi. Masalan, men dars tayyorladim. Hozir dars tushuntiryapman. Dars so'zlab bo'lib, aram olaman. Ya'ni mushu hozir 3 zamanni ifodalab sizlarga o'rnak misollarni berdim Uyg'urcha. Bu bizning Uyg'ur tilimizdagi zamonlarında. Kelgan zaman. Endi girman tiliga o'taylik. Girman tilda bu fe'l Uyg'ur tiliga o'xshash yoki boshqa tillarga o'xshash yana harakatni bildirdi. Endi bu yerda eskartib o'tish tegishlik muhim bir narsa, girman tilidagi fe'l har zaman, ya'ni jumlaning ikkinchi o'rinda keldi. Bir jumla ichida masalan 3-4 so'zdan yoki 5-6 so'zdan tuzilgan bir jumla deylik. Ega boshda xabar, undan keyin mushta tartib bo'yicha keldi desak, ikkinchi o'rinda har zaman fe'l keldi deb tutvelanglar. Bu bir muhim nuqta. Undan keyin girman tilidagi muhim nuqtalarning yana birisi fe'lning 3 xil shakli bor. Ya'ni bu nimaga asosan 3 xil shakli bor desanglar, masalan fe'llarning shaxslar bilan turlanishi, zamonlarga asosan turlanishlari bor. Shu qoidalarni o'rgangan vaqtimizda, grammatikalik qoidalarni o'rgangan vaqtimizda bu fe'llarning ba'zilari qoidaga tushadi. Bular qoidaga tushadigan tartibli fe'llar bo'ldi. Ba'zilari qoidaga tushmaydi. Qoidaga tushmaydigan fe'llarni boshqa alayda shakllari bilan o'rganamiz. Bu yerda yana bir sizlarning bu girman tili nimada murakkabdir deb qolmasliklaringiz uchun ham ingliz tili qaraganda girman tili murakkab, ammo buning o'zi tushliq bir qulaylik taraflari bor-ku. Masalan, tartibli fe'llarning qoidasi bor. Qoidasi bo'yicha o'rganamiz. Tartibsiz fe'llar, ya'ni qoidaga tushmaydigan fe'llar
Күнділік hayatda jiq işletildiğen fe'llar bo'lg'achqa biz shu kunlik paranglashış, dialoglarni qurish jihatda, boshqalar bilan aloqalash jarayonida bu fe'llarning har xil shakllarini o'rganib ketalaymiz. Shunga buni hech besim qilmanglar. Ham yana birisi bor ayrıldigan fe'lda. Bu ayrıldigan fe'lningmi uzuvchilik qoidasi bor. Buni vaqti kelganda yana o'rganamiz. Yani german tilidagi asos fe'lning 3 xil turi bor ekan deb bilvasanlar bo'ldi. Hamda german tilida yordamchi fe'l bu bir muhim tema. German tilida yordamchi fe'lning 3'ü bor. Sein, haben, werden deb. Hamda bu 3 yordamchi fe'l qayerda, qanday shaklda, jumlaning qanday yerda ishlatiladi degan bu tafsilotlarni keyingi videolarda o'rganamiz. German tilida yordamchi fe'l deb men ayrim video ishlayman, shu yerda ko'ramiz. Endi yana bir nuqta. Biz Uyg'ur tilida bo'lishsiz jumla qilish uchun ma'ma qo'shimchasini ishlatamiz. Ya'ni fe'lni bo'lishsiz qilish uchun ma'ma qo'shimchasi bilan qilamiz degan to'q. Endi german tilida-chi? German tilida fe'lni bo'lishsiz qilish uchun biz nima ishlatamiz desanglar? Nicht. Qizil rangli xatni ko'rdinglar-ku? Ich gehe nicht ins Kino. Men kinoxonaga bormayman. Nicht, ya'ni Uyg'ur tilidagi ma'ma qo'shimchasini o'rniga keladigan so'z. Endi yana bir eng muhim bir nuqta german tilida zamonlar. O'ttirib qarasanglar Uyg'ur tilidagi 3 zamonni berdim. Hozirgi zaman, o'tgan zaman, keladigan zaman. Endi sol tarafga qarasanglar german tilidagi zamonlar. Qarasanglar 6'sı bor. Bu 6 zamonning birisi hozirgi zaman, ikkisi keladigan zaman, o'ttirdagi 3'i o'tgan zaman. Ya'ni present degan hozirgi zaman, perfect, pretteritum, plusquamperfect degan 3'i o'tgan zaman. Keyingisi keladigan zaman. Endi bu cho'ng tema. Buni bir videoda tushuntirish hali saviya talab qildi. Shuning men bularni ayrim videolarda tushuntirman. Masalan, hozir 6 tal zaman bor, 6'sini 6 tal video bilan ayrim tushuntirishga tirishaman. Men presentnikini qilib bo'ldim herhalde. Mening o'ynatma listamga kirib YouTube kanalidan presentni aqtosanglar buni tushuntirishi bor qisqacha. Shuni ko'rsanglar bo'ldi. Agar hozir meni o'rganishga ehtiyojim bor deb qolsanglar, Babur deb bir ufkumizning YouTube kanalida shu german tilidagi muhim nuqtalar to'g'riliq intayin yaxshi ishlangan, saviyalik ishlangan videolar bor. Shu ufkumizning kanaliga kirib, Baburning kanaliga kirib, shu yerdan ko'rsanglar bo'ldi. Masalan, bu videoning rasmini chaplab qo'ydim, ekran rasmini tortib, german tilidagi jumlaning zaman shakliga 20 minutda shamar bo'lib ketgan deb, ya'ni shu videoni tavsiya qilmay ko'rsanglar bo'ldi. Amsa men keyingi videolarda har bir temani texnik tafsiliy misollar orqali tushuntirishga tirishaman. Bu video qisqacha tushuncha bo'lg'achqa shu yerda to'xtatay. Amsa keyingi videoda ko'rishaylik. Auf Wiedersehen.